Vokzal Qizildomda birinchi etajda joylashgan 56 kvadratli xonamiz srochniga sotilyapti. Zaxadjivi tayyor. Operator, mana shu pirxoshka kiraverish bo'ladi. Dizaynni garniturisi Yorvoration qilgan akamiz. Birinchi zaldan boshlaymiz operator. Mana shu kattagina zali bo'ladi. Nima qilyapsizlar? Hamma jihozlari turadi. Har bitta xonasiga konditsioner bor, parda, gilam, mana shu miyaqli mebellarni chiroylisini qo'ygan katta televizor ham bor. Ana endi kattalar uchun yotoqxona operator. Kattalar uchun yotoqxona mana shu o'zimizning dekorlarni o'ziga men garniturisi kasal bo'lib qoldi. Mana shu kattalar uchun yotoqxona 90 divan bor, termozona bor, mana shunaqangi suvatni dizaynni va dahshat qilib qo'ygan akamiz. Bu ikkinchi xonasi. Ana endi ayollarimiz yaxshi ko'radigan bitta oshxona, kuxnyani ko'rsatamiz. Eshiklari krashini yaxshidan qo'ygan. Bu yerga o'tirib yeydigan joy qo'ygan. Bu yerga gaz plita, rakvina, stralniy mashina, mana shu yerga xolodilnik va shu kattasidan turibdi, trezasi ham bor. Bitta oshxona sandiqini ko'rsatamiz operator. Qizildom bilasizlar, bir kunga sotiladi. Shunday chiqadi, shunday sotiladi. Narxi 65 ming, yana ozgina savdosi bor. Oshxona sandiq bo'ladi, vanna, unitaz, rakvina va shunaqangi oynalari bilan birga 56 kvadrat, narxi 65 ming, yana ozgina savdosi ham bor. 10 etajlikni birinchi qavatda joylashgan va shu dahshat Qizildom bilasizlar. Nomerdan pastdagi nomerlarga aloqa chiqaverasizlar.